Padişah qiyin ahvol qolgan vaqtda nimishqa yiroqdiki Savsav uni qutqizg'ili keladi. Ammo yaqindagi Yuanshav uni qutqizg'ili bormaydi. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qo'yib biz 3 podshohlikni yana davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda ana shu Li Jue Go'silaninki jidallashib, ya'ni ziddiyatlashib qirib, oxiri ziddiyatni tugutish uchun podshohni qo'yib to'g'riliq so'zlagandik. Endi bular podshohni qo'yib o'tgandan keyin ikki uchrashib, barliq ziddiyatlar tugab, yana qaytadan yaxshi og'inib ketadi. Endi podshoh bu yerdan qochib chiqqandan keyin, ya'ni qo'yib berilgandan keyin nihoyat xo'shib ketadi. Bular endi vazir uzralarni o'zining urug' tuqqanlarini hamish xon jamoatini boshlab Loyan qarab qochadi. Nimishqa? Chunki Loyan ayni vaqtdagi poytaxt. Xan xondanligining asl qurilgan o'rnida. Shunga shu yerga berib olsak, nihoyat bexatar bo'lmaymiz deb shu yerga mangdi bularni. Ham bularning qashqonligini ko'rib, Li Jue Go'sila qaytadilar bularni qo'g'lab ketdi. Biz podshohni qo'g'lab yo'qotmasak, bu zo'rayib qolsa, bizni yo'qotib ketadi deb buni keyinni qo'g'laydi. Endi bu qichish jarayonida podshoh nurg'un shu vazirlarga har yerlarninki shundoq pasiballarga xat yozdi, ma'lumot yozdi, men qutqizib olinglar. Endi bularning ichida ba'zilar kelib qutqizdi haqiqatan, ba'zilari qutqizolmaydi. Ammo amaliy kuchi kuchlik bo'lgan ikkalanninki bu yerdagi podshohni qutqizg'il kelish kammasligi hamda podshohninki taqdirini belgilab qo'ydi. Ya'ni kimlarga vaqtda birisi Yuanshav, birisi Savsav. Endi Yuanshav bilan Savsavga ikkilisiga o'xshash ma'lumot berilgan. Meni kelib qutqizinglar deb. Ham bu vaqtda nemishqa mushiyada Yuanshav qutqizg'il kelmay, Savsav qutqizg'il keladi. Savsav Yanjo'dan, ya'ni Yuanshav qarg'a vaqtda podshoh qitig'im yiroq yerdan kelib Loyanga podshohni qutqizib oladi. Ammo Yuanshav qutqizmay bu o'zining o'rdisida hech qanday bir pisand qilmay turib qoldi. Endi Yuanshavninki podshohni qutqizmasligida bundaq bir necha sabab bor. Birinchisi, podshohni e'tirof qilmaydi. Nimishqa? Chunki bu podshohni, ya'ni Liu Xiyani Dongzhou tayinlab chiqqan. U vaqtda Yuanshav yo'q. Yuanshav ketib bo'lgandan keyin tayinlaganda, shu Yuanshav buni e'tirof qilmaydi. Ikkinchisi, nurg'un kishilar podshohninki nomidan foydalanib qo'shin yig'sam, o'zim kuchaysam deb o'ylaydi. Ammo Yuanshav buni o'ylamaydi. Chunki Yuanshav Sishi Sangong deymiz, 4 avloddan 3 cho'ng vazir chiqqan odam. Ajoyib cho'ng nom bor bularninki. Ular undaq o'zining nomiga tayansimi, masalan, podshohning nomiga tayanmagan taqdirda qo'shinni yig'a oladi. Shu vaqtda buning qo'shini eng jiq. Ham uchinchi sabab nima desa, u o'ziga boshqurg'ich tepib olishni o'ylamagan. Ya'ni podshoh buning yeniga kelsa, ham uningga "Voy podshohim, u bu" deb nima gap bo'lsa, shuning gapini anglash kerak-da. O'zi hamma ishqa, o'zi bak o'zi xon bo'lolmaydi degan gap. Hamma ishni o'zi boshqara olmaydi. To'rtinchisi bo'lsa, u Savsavni o'zining ukisi deb o'ylaydi. Chunki ayni vaqtda 18 taram qo'shini yig'ilgan vaqtda Savsav uni Mingzhu, ya'ni shu tarambish qilib tayinlagan. Savsav o'zini uni ukisi qilganda, shuni bu nima deb o'ylaydi desa, agar keyin Savsav podshohni yeniga aketgan taqdirdami, u mening ukam, mening gapimni anglaydi. Chunki men tarambishiman. Mening yeniga yenib kel yoki men uni qil, buni qil desam, qiladi deb o'ylab qilib, demak, shu 4 sababni o'ttirib qo'yib turib, u podshohni qutqizg'il bo'lmaydi. Endi Savsav nimishqa podshohni og'il bordi yoki qutqizg'il bordi. Bu dal Savsavninki oqilonligi va aqlliqligidan-da. Birinchi sabab to'yib ko'rsatmoqchi, ya'ni cho'ng to'yib ko'rsatmoqchi. Chunki Savsav boshdan oxir to'yib ko'rsatishni, cho'ng ishlarni qilishni o'ylagan. Masalan, Dongzhou'ni qaslash, Dongzhou qarshi chiqish deganlarning hammasi shu. Endi bundaq fursat osonlikcha kelmaydi. Chunki tinch holatda, ya'ni podshoh o'zining o'rnini tepib, bexatar holatga kelib bo'lgan vaqtda Savsav cho'ng bir to'yib ko'rsatish fursatiga erisha olmaydi. Yoki to'yib ko'rsatgan taqdirda podshohning o'nchilik bak uni cho'ng bo'lib ketishini atayin. Ammo podshoh ajoyib qiyin kunga qolgan vaqtda, qiyin ahvol qolgan vaqtda kichikkina yordam berib qo'ysimi, podshoh buni ching isib tutib olib, uni ajoyib yaxshi ko'rib ketadi. Ikkinchi sabab bo'lsa, podshoh orqali boshqa vazirlarga, boshqa kishilarga buyruq tushirmoqchi. Ya'ni u Dongzhou'ninki, Li Jue Go'silaninki bundan nihoyat obdan foydalanganligini biladi. Ham o'zininki shunga muhtojligini bildi. Chunki u ojizda. Uning tuzuk qo'shini yo'q, tuzuk zemini yo'q.
Şun aşındaq qilib özünü küçeytmese, yani padişahını özünün yeniga kelib alsa, uningga bu padişah cho'ng bir qalqon bo'lib birdi, yani qalpoq bo'lib birdi, shuni vasita qilib turib nurg'un ishlarni qila oladi degan gap. Albatta, kinoni ko'rgan do'stlarimiz haqiqatan yaxshi foydalandi padishahdan. Üçüncü sebep nima degan vaqtda padişahning atrofida nurg'un vazirlar bor, nurg'un mushavirlar bor, nurg'un iqtidorli kishilar bor, ajoyib sodiq kishilar bor buning ayishotgan. Demak, mushundaq ixtisosli kishilar dal savsodek endi taraqqiy qilayotgan odamga nihoyat lozimli kishilar. Shunga u padishahni akil bo'lsa, qolgan kishilarmi uning agishib keladi. Eng muhimi padishahni akil bo'lsa, shu vaqtdagi iqtidorli mushavirlar, sanog'ullar padishahni deb bo'lsa-mu, savsoning yeniga atrofiga yig'iladi. Boshqa yerlardan kelib, to'yib qo'yish uchun keldi. Demak, mushu sabablarni ko'z tutib turib, savsov padishahni qutqizgan deyishki bo'ldi. Albatta, savsov shu Yanjodin nihoyat surat qo'shin tortib padishahning oldiga boradi ham padishahlar Loyanga jafo mushaqqatda kelishning ustiga buningki shu bosh sanog'ini Shahudin berib bu padishahni nihoyat yaxshi kutib oladi, qutqizib oladi. Keyindilla bu savsov berib, undan keyin padishahninki masalan keyinning qo'g'lab kelayotgan qo'shinlarning hammasini to'xtatib, padishahni qo'g'dab, demak padishahga bir aminlik berdi degan gapda. Shuning bilan padishah bu yerda nihoyat xushib ketdi. Unda qo'z do'stlar, padishahni qutqizish hikoyasini mushunchalik so'zlab turli. Shu padishahlikdagi texim ko'p nadir mazmunlarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, asoslik ulanma orqali men tayyor so'zlab qo'ygan darslikni olib olsanglar bo'ldi. Agar shu film ko'rayotgan do'stlarning ichida nutq maharati, so'zlash qobiliyati, gap qilish maharatini o'rganishni o'ylashayotgan do'stlar bo'lib qolsa, ayrimxonni uchur qilinglar. Men sizlarga o'rganish usullarini ham baharlab beraman.